El Clasico bu futbol emas, bu dunyodagi eng qimmat marketing shousi. Real Madrid va Barselona har o'yinni maydonda emas, brendingda ham jang qilishadi. Real Madrid bu luxury brendi. Tasavvur qiling, ularning sheriklari Emirates, Adidas, Audi. Ular g'alabani sotadi. Nufuz, obro', kuch. Barselona hissiyot brendi. Mes Quen Club deyishadi, ya'ni biz klubdan ko'proqmiz. Ular g'alaba emas, ishonch sotadi. Barsa sizni fanatga aylantiradi. Real esa sizni hurmat qildirtiradi. Bitta El Clasico'dan Barselona 13 million yevro foyda ko'rar ekan. Real Madrid esa bir o'yinda 60 million yevrolik qiymat oladi. Bu Netflix serial emas, bu haqiqiy biznes model. Har safar Real va Barsa o'ynaganda bu faqat futbol emas, bu biznes, brend va strategiya urushi. Savol: sizning biznesingiz qaysi turga yaqin? Real kabi nufuz sotyapsizmi yoki Barsa kabi hissiyot? Yakshanba kuni El Clasico bo'lib o'tadi. Tomosha qiling, lekin marketolog ko'zi bilan. Izohlarda yozib qoldiring. Siz Barselona muxlisimisiz yoki Real muxlisi? Qani ko'ramiz kim ko'pligini.